Başlat. Kanara. Başlat. Kanara kardeş. Başlat. Kanara. Baba. Ben seni öttürme. Fronta! Əbləq. Hazır vaxt əməz. Onu hazırca öldəmənlə. Yolvasaka! 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 Gözlerini asla! Yolvasaka! Yolvasaka! Nima? Qayerga? Boşarak sözle. Astarak yap kılım. Emin, sen yaxşı olup kalsa, çokum yaxşı olup kalsa, Yolvas qayerda? Qayerda? Nima? Emin, yaxshiroq o'ylab boq. Qayerda? Qayerda? Emin, Yolvas qayerda? Yaxshiroq o'ylab boq. Oldirmaysizlar. Nima?
Çilam. Çilam degan nimada? Kechiring, ehtimol moshinchilikdir. Hamda u bardoshlik berolmaydi. Rahmat sizga, avar qildim. Ha, kerak yo'q. Qandaroq? Yiqich bormi? Qandaroq? O qandaqda o qumloq yemaydi odida. Oxirida chilammi deydi. Chilam. Chilam? Chilam degan nim deganga? Emin aytgan bosh oxiri yo'q bu gapning nima ma'noni bildirganligini Xudo o'zi biladi. Tamakingizni bir o'ram bering. Bo'ldi, akalang. Bizamni o'rab beray. Andaqda rahmat sizga. Chilam degan bir xil meva. Lekin Emin chilam debdi. Ma, sen tozliq bek diqqat qilsan, bizdan chaplab ol. Rahmat. Ish qilibman, o'z ko'z qarashini qo'yib baqay. Sizlar anglab beqinglar. Mening o'ylashimcha, Eminning bu bosh oxiri yo'q gapining asosi bor. Balki qumliqning ma'lum yerda uy bo'lib, shu uyning atrofida nurg'un chilan darixi bo'lishi mumkin. Psixologiya jihatini aytganda, odamda sezgi bo'lgandilar farq etalaydi. Ammo bu xil sezgi meni qurilmasining faoliyatiga tayindir. Meni kesili giribtar bo'lgan kishilarning cho'ng mengisi shu kishining so'z qilishiga yetakchilik qila olmaydi. U hushsiz holati bo'lib, uning hushsiz holati degan bu qo'lashmagan gapini delo aniqlashimizning yepuchi deyish ahmaydi. Menimcha, Eminning so'zi ishonchsiz. Eng yaxshisi, diqqatimizni markazlashtirib, Bacım, moğırık çekkende tam oyunlup çekim. Bo'lmasa yiqilib tushsiz. Voy nozik yigit, yetilishdan qo'rqmagan odam tamaki chekadi. Akalar, men chekib boqay. Bir necha kunda kelgan ahvoldan tövendeki xulosani chiqarishimiz mumkin. Yo'lbos g'oyib bo'lgandan keyin biz birer ishonchli ipuchiga texi erishamidik. Dal mush paytda ikki qaroqchi zo'r qochamni bulab ketib, o'g'li bilan ko'shtirmoqchi. Ular bu mo'mayga qattiq qo'pollik qilgan. Buni yo'lbos hargizmi kechirmaydi. Demak, ba'zilar yo'lbosni foydalanmoqchi. Shundaqla onasini tutib turib, yo'lbosni o'zlari uchun xizmat qilishga majburlagan. Buningdan qaraganda ular intayin ilgar. Ular zo'r qochamni tutib taqqashqini qarab, dastlabda men yo'lbosni tog'ining bir yeriga tiqib qo'ydimikin deb faraz qilgandim. Keyin sizlar shaharda tutmoqchi bo'lgan eli qaroqchining paydo bo'lishi mening farzimni butunlay og'dirib tashildi. Uning Navoiyxondan non o'g'irlab, yoymichining pulini bo'lab ketishi bu yerdan o'zining qo'n uvusiga ketayotganligini isbotlaydi. Men hisoblab ko'rib baqdim. Bizning zarbimizdan qo'rqib ketgan bu qaroqchi tog'dan qochib shahar rayoniga qarab tezlikda udul harakat qilgan. Lekin Emin aytgan iliqi qumliq, Gamöy, tog'liq rayonining qarshi tarafida bo'lishi mumkin. siz qaroqchilar bizning diqqatimizni taqibroq qo'yib, o'zlari qumliqqa yoshiringan demoqchimi qandaq? Kelinglar.
Bu xaritiga qarab beqinglar. Mana bu yer qumluqning cheti. Taxminan 70 necha kilometr bo'lib, 3 yeza 15 kenetga qarashliq. Bu qumluqdagi o'tlar, chorvachilik nuqtalari, qo'g'ulliqlar 1500 dan ortiq qum jiralari tarqalgan. Buning ichida kishilar o'ltiralashgan, ko'kil maydonchilik aylangan qum jiralaridan yüzdek bor. Chunki suvga yaqin joyda odam va chormonlar yashay oladi. Zarafshon daryosi bek hayvat uzun. Kelisan iqib asrlar bo'yi. Unsiz yosh to'kkan dardlik onamning senda namoyon asrati kuyi. Ey Zarafshon daryosi qadimiy daryo. To'lqinlar yasab oqsan hayvat. Zarafshon daryosi qadimiy daryo. Oqsan sharqqa yuzlanib to abad. Hasanjon aka, bu she'rni kim yozgan? Ajabmi yaxshi yozibdi. Kim yozganligini bilmayman. Lekin kichik vaqtimda onam buni doim naqsh qilib o'qiydi. Esim qolgani shunchalik. Naqshni aytib beqing-a? Anglab boqayli. Aytamayman. Beka, naqshning go'zalligini buzib qo'yman. Biraz damag'ash, azroq biroz yevolaydi. Qaraganda biz bu yerda yetib qolgan o'xshaymiz. Yo'lashlar. Ben qit qopdi. Dayayla. Non? Ben qina. Aka. Oh, shokolad? Hay! Ha, taqa mundaq narsalarım bor degina? Ha, sen nima degan undan, ha? Voy, shokolad. Onun ko'ngli nimga yaxshi? Lise
aka, bu atrofda adam bodek qiladi-ku. Pah, xuddi tog' daryoning shovqindek. Bundaq naqshin men zotli anglab baxmapti ekanman. Xuddi yurak ketidan bulduqlab chiqib atgandek. Yurunglar. Bu yoqqa deyli. Mening manzilrim bilan chiroyli qa. Shuningga qarmonsiz bu manzilni. Bildirma. Tiydi. Ama. Oy Şamal, qaytib gel, qaytib gel. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz tog'a? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ha, yo'lovchiga o'xshamamsizlar. Bu yoqlarga kelib qolibsizlar-ku. Tog'a, biz ovqatchilardik. Yo'ldan adishib ketib, suv istab yuramiz. Hay yigit, yolg'on aytyapsiz-ku deyman. Ovchilarning ko'zi burkutninkiga o'xshaydi. Men sizni bir ko'rib ulg'unib qoldim. Siz ovqatchi emas, qosqon shap kiydiganlardan-ku deyman. Ha? Siz qanday bilib oldingiz? Yeningizga esilib olgan yan quroling'iz mening 10 miltig'imdan qisqa turdi. Ha? Shundaqmi? Bu Ha, bo'ldi, bilan sovuq suv ichimiz deb yurmay. Ha, mening kapamga berib issiq choy ichinglar. Qanday? Ey. Bu boyning ko'zi haqiqatda o'tkirkan. Wangjun, nimaga qilib tursiz? Juring, berib baqayli. Aslcan, an elbettin. Ama qilama. acaba oydim. Menimcha bu ishda hozir bir Ey tog'a, bu yerning beliqlari ajabim cho'ng bo'ldi ekan-a? Geldik bilik. Geri yo'q bo'ldi. Yaş o'tiramiz. Ajab yaxshi ekan. Tengdan piyolangizga kelin. Ma'qul. Tog'a, Nima degan men. bu yerda beliqni mushlab o't qoqlab tushirganda. Shunda biz ovchilar bilikni davomli o't qoqlab tushirganmiz. Tiydi. Bu boy haqiqatda qiziq ekan. Rost deysiz. Bu nima? Bu tuz suyu. Aslcan, siz toz o'ynashni bilamisiz? Yo'q. O yani şembeymeyeceğim. Mana qara. Mana o't qilishni O aynen kışçanlıqın. Mana Hazır bir şeyden. yarın sepimiz mana. Sağa aldınız sepimiz. Ajab mezlik qurab ketdi o. Mana kışta. Mana sürüğünü malına sapmıyor. Agar da lazımız ketimi yaxshi. Voy, nima degan mezlik bo'lib ketdi bu? Ajab tamladi. Rosti ko'ngilli bo'ldi. Piyolangizga. Qani, yigit. Mana Nima? Voy. Hasanjon, siz qilib Qanday? Bektaş koptu. Voy, Bektaş koptu. Voy, beliq kavopga nima degan yaxshi? Bunda kavop nima faqat ben baqib chiqaman. Bek yaxshi o'pdi. Oy, aqranglar Wangjun. Voy, bek yaxshi o'pdi. Bu yana bir bektemlikten eğlenler. Nim degan mezlik quradi-da bu. Biraz. Oy, rost Buni o'xshabdi. obdan tushiribsiz. Vah.
Hakikaten lan ne Köy bu. Qani. Yalnız ekelim. Boş. Çok iyi. Rahmat. Mana. Ela. Oy. Rahmat. Nim degan o'xshagan a. Qani, kelinglar. Ha, bu tağda özümüz yasıgan yavu almının suyu. Bakınlar. Nima degan tomlik boy? Kede. Hoş geldin. Nasıl o'xshatdi? Kanda. Təmi qandaqlaq gel. Tam yaxshi ekan boy. Voy, vaqtim biliqni beklab ketdingiz go. Yaxshi bo'pti. Voy, nima bo'ldi bu? Qiltirib turib oldi. Qiltirib turib oldi. Vaqtim qanday qilib ayang? Ayson o'tib ketdi. Qani, nay o'tang. Nay o'tang. O'tib ketdi bu. Bu sizlik yaxshi ekan. Moshining qiltirg'i bo'lmagan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi. Voy, bejilik boyvatchi. Agar qiltirib qo'ymasa, daryatni biliqni hamini yeb tantdingiz. Bu beliq kafe, men ishimni bak ichib o'taman. Baba, samimiy odam raskab qoldi. Biz saqchi idarasining xodimlari. Ben bayamlı bilgen edim. Ko'zingiz haqiqatan o'tkir ekan. Bova, biz bir jinoyatchini izlayotimiz. Yaqindan buyon gumonli odam uchratdingizmi? Gumonliq odam? Men mush to'g'raqliq qarayman. Nevremning to'yini qilaman deb bir necha kun yezib berib turib qoldim. Tunugili qaytib keldim bu yerga. Hech qanday bir gumonliq odamni uchratganim yo'q. Agar gumonliq odamni uchratsam, sizga darhol xabar qilaman. Ha, qani, beqinglar. Çay içinmi? Qani. Bova, boy bizmiş etrafda şundaq bir muңлық naqsh anladık. Onu siz etdingizmi deymi? Toyning meşhur bo'lmagandek turmushdimi? Naqshi bo'lmaydi der qizim, ha? Naqshni bek yaxshi aytadi ekansiz. Yana bir aytib bering. Anchamas. Rostağa, men Beyjingda siz aytgandek mundaq muңлық naqshini faqatla anglab baxmabdi ekanman. Siz qaltis aytdi ekansizmi? Sizning naqshingizni anglagan odamni anglag'is keldi ekan. Ben bu naqshini ishim pishib yolg'izchilikda shundaqla aytib qo'ygan. Qani, beqinglar. Kelinglar. Bova, undaq qilmay yana bir aytib beringmi naqshingizni? Bizmi anglaylik. Shundaq qiling bova. Naqshni bek yaxshi ko'raman. Bova, bizning bu yo'ldosh Bejingga kelgan. Bir haftalik cheppiring ha. Bolu demisen. Nemi pədiği çepirim bu vallarim? Tağa, aytıverin. Qandaq naqsh bo'lsa anglab beramiz. Bova, bizga muhabbatni kuylaydigan naqsh cheppiring. Yo'q, men tabiat manzarasini kuylaydigan naqshlarni yaxshi ko'raman. Boludu vallarim. Anda xo'si men sizlarga cho'ng dadamning dadisining beshidan o'tgan kechirmishlarini naqsh qilib aytib beray. Qandaq, ha? Bo'ladi tağa. Yeah.
Andaqda bu chet ellik qaroqchilarning izlagan dunyosi adi nima? O qadimki podshohning bir qabrisi bo'lib, o taklimakonning ishkirisi ekan. Lekin qayerda ekanligini hech kim bilmaydi ekan. Rivoyat qilinishicha, u podshohning ismi Chilonmish. Nima? Chilon? Yolvaz! Yolvaz! Tez işlaç! İşlaç deme! Ola! Ben Ahmet! Tez işlaç deme! İşlaça! Kim? Ben Ahmet! Ola! Biz. Bana kendim. Oblis. Nim buldum. Kine, bir yerde yat. Ben ölüp gittiğim buldum. Oblis. Kızı git sen ko. Ağırıp kaldın mı nime? Yok. Doktor kapırayım ya. Beni hiç kim kutulduramaydı. Ben ölüdüğüm buldum. Saati nim buldum. Dikine. Ben Xuda aldı da günah kıldım. Xuda beni ceza aldı. Xuda aldı da günah kıldım. Ey yolvaz, Xuda beni ceza aldı. Xudanın aldı da ben günah kıldım. Kavri içinden çıkan zehirli gaz benim bütün azayımını zehirlep taşladı. Yolvaz, biz Çılan padişahlıkının kavrisini içiyorduk. Onun içinden çıkan zehirli gaz hemmimizni nabut kıldı. Kaytaşımızda ulanın hemmisi birbirlep ölüp mehli kaldım. Ben öleydip kaldım. Ben bulamadım. Ben ölüp gittiğim buldum. Yolvaz. Ay Yolvaz. Sen esinde tut. Yolvaz. Sen esinde tut. Karı kurum çılgısının üstüge basam. Bir meşel munar görünür. Onun üstüge yoğun bir kök taş uğurlaştırılgan bulup, kök taşının üstü kapak şekillik uyuk uyulgan. Onunla gün oltağı vakitte toluk nur düşüp, kapak şekillik kölengi peyda kıldı. Yolvaz, Yolvaz, sen izinde tut. Yakı burun, yakı kiyinemez. Nur, kapak şekli gelgende sen onun oturustin şimalga karab 7 kilometrli mаңıdığan bolsan, elki Çılan padişahının kavrisiga yetip bara alaysın. Ay Çılan. Çılan. Yolvas aka, yarınlar yaxshi bo'lib qoldimi?
bir narsa yeb olamla. Aka, kaçıp gitişini oylamla. Men sizlarga yordam qilaman. Bilaman, sizlar manga ishonmaylar. Meni Namanning odami shular bilan o'xshash deb qaraylar. Meni ko'zga ilmaylar. Yo'lbos aka, meni pes ko'rlar. Meni buzuq ayol deb qaraylar. Bilaman. Yo'q. Siz bir bichora oqqushqoch. Aka, o'tinib qalay. Qechib keslar. Meni birga ilib keslar. Chiqaman. Boya men kirganda sirtda odam yo'qdi. Bu nima degan emas? Agar sizlar meni qutqizib olamsizlar, bu dunyoda hech kim meni qutqizib olmaydi. Ular meni bu qafas ichiga solab qo'ygan bo'lsa, men sizni ilib qanday ucha olayman? Men chet ellik emas. Mening endi bu yerdan ayrilg'im kelmaydi. Ular azaldan meni odam qatorida ko'midi. Men ularning ko'nglini ochadigan o'yinchig'i. Men boshqa odamlardek baxtli hayot kechirishni o'ylayman, aka. Aytinglar. Naman zodi qanday odam? Men 7 yoshga kirganda yurtimiz qalayimqon bo'layotgan vaqtga bir top odamlar uyimizga bostirib kirib, urib chiqib, bulang-talang qildi. Amalsiz qolgan dadam bilan anam meni ilib, yurtimiz qag'iliqdan ayrilib, chet elga qochib ketibdi. Keyin dadamning ochgan do'konini Naman vayron qildi. Anam bilan enim uchun men dadam jon uzish oldida eng yaxshisi yurtimizga ketaylik degan. Lekin u kelmasga ketdi, aka. U kelmasga ketdi. Oldu yıkılma. Ornunuzda tur. Aka, Naman tülküdü mehiliger. Sizle onu öldürgice. O seni öldürüydü da, aka. Biz yenili billah kaçıp gideyli. Aka. Kaçıp gidiş. Bu bir bayılgınlıkta. Bana ne adamı yol olsun. Cava, deyavle. Gördün mü? Ule! Akıllı Cava, yaraysa. Gel, gel, gene.
Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Vale. Yana nimini gördün? Ha? O ne? Xeyri, To'xta! Nima ish qilgan odamsan? Kimni izlaysan? Ha? Ben Bürkütümge erişip geldim. Bu olsa benim üyüm. Özün nima iş kıldın adam sen? Fıka, tilin bu xuddi özünge okşaşlı kopal eken go, ha? Assalomu alaykum, Sadiq aka. Qanday yaxshi turdingizmi? Ve aleykümselam. Özünlarımı yaxşı tutdinglar mı? Siz... Siz tanıyamadimsiz meni? Men Yusoxinning kichik o'g'li Oblikim bo'laman. Ha, mannaqda. Uzun bo'ldi, ko'rinmaysan go. Nemish qilib yurisa? Dadam tugab ketgandan keyin shaharda ovqat qildim. Bu daram bir qancha og'inlarim bilan kelgandim. Qanday tag'a? Uydagilar tinchlikmi? Ahvolingiz yaxshimi? Bolalar salomatmi? Ha? Ha, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi. Hammasi salomatchilik. Tag'a, buyoq kepsiz. Uyga kirib, bir piyal issiq choy ichib keting. Qanday? Ha? Bo'landa? Rahmet. Bürkütüm ayak taraf küçük gitti. Keyin keleme. Vaktini yetse dostlarını elip verip biz taraf görüp mimam bolup ketdi. Ha? Bo'ladi, uzatmadi qamisa? Xo'shamisa? Xo'shamisa? Fikir sayaq yapılışını bilishmaysan. Bu etrafda ailelikler bağışmamda. Taptık. Oy, Aldırmaysızlar. beni. Mana, bundan 1000 yıl ilgari Sharqiy Xan sulalısının eltisi qadimiy g'arbiy diyor bilan munosabat o'rnatgandan keyin bu rayon Yipak yo'lining ko'rigi bo'lgan. Chilam shu chaqdagi g'arbiy diyor xondanligining podshosi ekan. Yenici. Tugidi. Tarixda yozilgan shu. Qandaq? Bek azken. Sizlar ko'p avor. Ve ne şu? Rahmet sizlerge. Bazıları itip var mı? Ola yazık saksın telefon yaptı. İnkas kıldı ayvalı varken. Canım var. Dolu çıkayla. Tez bulalım. Ha, buldu. Mana. Jirim.
qanchlikka? Xuddi yo'g'on to'gidek ekan. Merhamet, merhamet. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, kiraylik. Qani. Marhamat. Qani, kiraylik. Marhamat. Yo'q chiqsa. Boshqani. Amin. Allohu akbar. Çay aka. Bak. Çay iste. Siz kütü olanmıdı? Bo'ldi. Quruqla ketib qoldingiz. Xo'sh, rahmat. Qani. Ishtaç. Mana. Xo'sh emas. Bo'ldi, xo'sh. Oylab bansla. Asla mansla. Beni bir kıvasan şu ağaca. Ulan ait ens göründü. Xuddi burkutga yo'liqqan tulkiga o'xshaydi. Menga xuddi atrofni nurg'un ko'zda tikilib turgandek tuyulib ketdi. Bo'libmi mening hayron qolganim? U to'xtab turinglar, qarab boqay. Zodi kim ekan? Siz? Can deryası beybet uzun Kilisen yakın esirler boyu
Dertlik anam ne senden amaya esirdik mi? Anam sürdide cismimda Söygü görmedi kalbimde ayağım